Siz agarda Ohangaron shahridan uy olmoqchi bo'lsangiz, uy olishga shoshilmang. Birinchi o'rinda lokatsiya olishingiz kerak. Qaranglar, orqamda turgan uyni ko'rishingiz mumkin. Mana shu uyimizning lokatsiyasini ko'rsatishdan boshlayman. Ohangaron shahar markazida Ko'k kolleji ro'parasida joylashgan. Ko'k kolleji svetofori hamda Ohangaron markazi hisoblanadi. Mana shu uyimizning o'rta qatoridan 2-qavatdan zo'r chiqib qolgan. Videoni ko'rib turinglar, like bosib qo'yinglar. Biz sizlarga uyni ko'rsatamiz. Uyga mana shu eshikdan kirib kelasizlar. Bu tomonda telefonlarni qo'yib qo'yishgan hamda har bir xonaga alohida kirib ketish imkoniyati sizlarda mavjud. Bu tomonimizda mehmonxona, bu tomonda yotoqxona, hojatxona, yuvinish xonasi hamda oshxonamiz joylashgan. Koridorga qaranglar, kattagina koridor. Mal gabaritli uy emas, bu uyimizning kvadrati 59 kvadrat metr, anchagina kattagina. Pastimizda birinchi etaj nejloy bo'ladi, bu ikkinchi qavat. Ko'k kolleji shunday ko'rib turasiz oynadan qaraganingizda, hamda mehmonxonadan chiqasizda qarang. Shuni kelasizda mana katta koridordan bu tomonda yotoqxona kirib ketiladi. Mana yotoqxonamizda kattagina razmerda. Yotoqxonaning o'zining jihozlari bor. Bular ham hammasi uyda qoldiriladi. Xullas mana shu gilamdan tortib barcha narsalar mana shu uyda qoldiriladi mana. Oshxonamiz chiroyli holatda. Oshxona mebel texnika jihozlari hamda mana shu LG kompaniyasidan kir mashina, gaz plitali, isitish tizimi, duh kontur bo'ladi. Duh kontur uyni zo'r isitadi. Mana shu hammasi bu jihozda ham uyda sizlarga qoldiriladi. Xullas uyni o'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku. Mana shu umumiy 59 kvadrat metrli ikkinchi qavatda joylashgan barcha jihozlar bilan mana shu chiroyli uyimizga egalari tomonidan $31 ming so'rashmoqda. Bu uyni sotib olsanglar, shunday kirib kelib yashasanglar bo'ladi. Xohlasanglar, ijara biznes sifatida foydalansanglar ham yaxshigina daromad sizlarga keltiradi. Pastda egalarning telefon raqamini qoldiramiz, telefon qilib bog'laninglar. Biz nomimizdan bog'langanliklarini aytsanglar, yaxshigina kelishtirib berishadi.